Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'tadigan darsimiz mavzusi koordinatli tuzdagi chekitlarning oralig'i. Oldi bilan koordinat tuzning nima ekanligi ismi tushiraylik. Koordinat tuzda sanaq 5o bo'lgan birlik kesimlar tanlab olingan ijobiy yo'nalish bor tuzni koordinat tuz deb ataymiz. 0 chekitning o'ng tarafida ijobiy sonlar o'rnashgan. Ularning o'rnashishi 1, 2, 3, 4, 5 ve boshqa sonlar keladi. 0 ning so'ng tarafida salbiy sonlar mavjud. -1. Demek 0'ın o'ng tarafida 1 bo'lsa, sol tarafida dal birlikdagi -1 bo'ladi. Andan keyin -2, andan keyin -3, -4, -5, -6, -7 ve boshqa sonlar. Bu yerda asosiy narsa bugun darsda biz sonlarning o'rinlashidan xatolashmasak, qolgan narsa Xudoyim bilsa dupdurus bo'ldi. Demak, o'ng tarafda ijobiy sonlar o'rnashgan, sol tarafda salbiy sonlar o'rnashgan. Sonlar soldan o'ng qarab o'sidi, o'ngdan so'l qarab kemaydi. Endi koordinatlar tuzdagi chekdan oralig'ini qana topamiz. Bu yerdagi mundaqli qoidani ismi saqlab olsak bo'ldi. Koordinatlar tuzdagi chekdan oralig'ini tepish uchun yoki kesimni uzun tepish uchun o'ng tarafdagi chekitdan sol tarafdagi chekitni koordinatsini elish kerak. Yani bir qın qaytlayman. O'ng tarafdagi chekitning koordinatisidan sol tarafdagi chekitning koordinatisi elish kerak. Aytaylik. A bizde -2, B chekiti bo'lsin 5. AB'ning uzunluğunu topamiz. AB kesinsiz uzunluğunu topamiz. Mush chekitdan belgilab olaylikchi. A chekiti -2, mana bizde -2. A B 5 dedi. 5 ijobiy son, durustmi? Mana B. Endi AB'nin uzunluğunu biz birlik kesimlerle sanab olsak bo'ladi. Mesela koordinat tuzda qarang mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endi bizde eğer koordinat tuz bo'lmasa, o chaqda qanday qilamiz? O chaqda oldida o'tgan qoida bo'yicha men dedim, koordinat tuzdagi kesimni uzaltish uchun o'ng tarafdagi chekitdan sol tarafdagi chekitning koordinatasi elish kerak. Demak, bizga ikki chekit berildi. Biz mush ikki chekitning qaysi cho'ng? Albatta 5 -2 cho'ng. Demak, 5 o'ng tarafda turdi, -2 sol tarafda turdi. Yoki cho'ng son o'ng tarafda, kichik son sol tarafda. Yeshish. A, B, teng. O'ng tarafdagi chekit bizda 5. Elingan sol taraf chekit -2. -2 meni yazamiz. Agar tırnaqni qo'ymasak, vaqt 5 elingan 2 bo'lib qoldi, vaqt 3 qoldi javob. Ana qarang, 5 tırnaq oldi minus belgisi bo'lsa, tırnaq ichidagi qo'shiluvchining belgisi qarama-qarshi o'zgardi. Yoki -2 qarama-qarshi ijobiy son +2. Teng qancha? 7. Yana bir misol qarashtirib o'taylik. A chekiti -10, B chekiti -3. Yani işler çekit berildi. Koordinat sızmadık deb o'ylaylik. AB'ni uzunluğunu topamiz. Yani qaranglar, bu yerda -3 o'ng tarafda, -10 so'ng tarafda. Yoki -3 bilan -10ni selishtiraylik. -3 cho'ng. Sebebi bu 0 ga yaqin ham o'ng tarafida. Demak, cho'ng sondan kichik sonni yechishimiz kerak. Bizda cho'ngi bizda -3, elingan kichikragi -10. Teng. -3 o'z pech ko'chirma, salbiy son qarama-qarshi son ijobiy son +10. Endi ko'rasizlar, bu plusni ko'rib qo'shishni hojati yo'q, durustmi? Tamg'iz har xil bo'lsa, tamg'iz har xil sog'lom qo'shishda modul cho'ng sonni, modul kichik sonni elib, modul cho'ng sonni tamg'iz qo'yamiz. 10 ni tamg'iz oltirdi plus. Demak, 10 ni 3 ni olsam 7 +7, 7 deb yozsam bo'ldi. Kelasi misol. A chekitning koordinatasi -3, B chekitning koordinatasi onunga qarama-qarshi son bo'lsa, AB kesinsiz uzunluğu tepinma deydi. Ba'zida A ve B chekitlarning oralig'ini tepinma deydi. Ish kelsa bir ma'noni bildiradi. Eshish. Ana qaranglar, bizda B chekitning koordinatasi yo'q. Biroq sharti nima deydi? B chekitning koordinatasi onunga degan so'z A chekitiga qarama-qarshi son. A chekit koordinatasi qancha? -3. -3ga qarama-qarshi sonni qanday o'sha tırnaqcha almizda olg'i minus belgisini qo'yamiz. Teng -3ga qarama-qarshi son +3.
yoki 3 deb yozgan bo'ldi. Demak, b chekitning koordinatasi qancha ekan? 3 ekan. Endi a b'ning uzunligini topman. Qaranglar. Bizda a chekitning koordinatasi qancha? -3. B'ning qarim-qarshisi 3. Qaysi cho'ng b'da? 3 cho'ng. Demak, qaysi o'ng tarafda? 3 o'ng tarafda, -3 sol tarafda. O'ng tarafdagi chekitdan sol taraf chekitning koordinatini olamiz. Yoki o'ng tarafda bu degan so'z koordinat tuzda ikkisini o'rlashtirsak, agar sizaydan bo'lsak, b3 o'ng taraf bo'ldi, a -3 sol tarafda bo'ldi. Bunda qo'rilishi taxminan. Demak, o'ng tarafdagi chekitdan sol taraf chekitning koordinatini olamiz. 3 elingan -3. Mana -3 mi? Transh -3 deb yoziladi. 3 salbisan qarim-qarshisidan ijobisan +3 teng 3 kuchni qo'shsa qancha? 6. Demak, AB kesintisining uzunligi 6 birlik. Kelasi biz misolimiz A chekitning koordinatasi A+4, B chekitning koordinatasi A-2 deydi. Bu shu chekitlarning koordinatsini tepinglar deydi. Bu misolda qaranglar. A bilan A teng. Shundaqmi? Endi songa 4 ni qo'shsa yoki shu sonni 2 ni olsa, qaysi cho'ng bo'ldi? Albatta 4 ni qo'shgan son bo'ldi. 2 ni olgan sondan cho'ngroq bo'ldi. Demak, bizning A sonimiz o'ng taraf turdi, B sonimiz sol taraf turdi. Demak, AB ning uzunligi o'ng taraf sonining koordinatasi A+4 minus sol taraf sonining koordinatasi A-2 teng A+4 ni o'z pechi ko'chirma. Endi triangle minus belgi bo'lsa, tranchidagi qo'shilishlar tomg'ilari qarim-qarshi o'zgardi. A sonimiz bizda ijobiy son, -2 bu salbiy son. Endi bu ijobiy sonimiz aksincha salbiy son bo'ldi. Salbiy sonimiz qarim-qarshi songa o'zgarsa +2 bo'ldi. Teng A bilan A 0 qisqaradi. A-dan nevatsak 0, 4 kichkina qo'shsak 6. Demak, AB kesintisining uzunligi 6 birlik. Kelasi misol, A chekitning koordinatasi -2, B chekitning koordinatasi 5 bo'lsa va AB kvadratning tarafi bo'lsa, AB kesintisi kvadrat tarafi bo'lsa, perimetr maydon tepimi. Demak, biz AB kvadratning bir tarafi. Kvadrat deb barliq taraflari o'zaro teng tik to'rtburchakni kvadrat deb aytamiz. Oldi bilan AB ni uzunligini tepalaylik. Yeshish. AB teng bizda o'ng taraf chekit 5 yoki cho'ngroq 5 minus so'ng taraf chekit -2 teng 5 salbisan qarim-qarshi ijobisan +2 teng 7. 7 birlik. Demak, qanaqdir bir mana bir AB kvadratning A B C D ABC kvadratning bir tarafi 7. Demak, buni barliq tarafi 7 deganni mana bildirdi. Perimetri P teng bir tarafini 4 ga ko'paytiramiz. 7 ni ko'paytiramiz 4 ga teng bo'ldi 28. Maydon topganda qolgan bir tarafini yo'qotamiz, kvadrat aytamiz. Yoki 7 ning kvadrati 7 ko'paytirilgan 7 degan bildiradi. Qancha? 49. Demak, perimetri 28, maydoni 49. Kelasi bizda bunday hisob. A chekitning koordinatasi -1, AB kesintisining uzunligi deb qo'yibdi. 6 birlik. B chekitning koordinatasi yo'q ekan. Demak, bizda mana ikisida A chekitniki -1 ga, B chekitniki yo'q ekan, durustmi? X. Yani uzunluğu 6 birlik teng. B chekitning koordinatini qanday Endi mush holatni qarashtiraylik. B chekiti o'ng tarafdasin deylik. U chaqda biz qoida bo'yicha o'ng taraf chekitni sol taraf chekitni oladi. Shundaqmi? X elingan qancha? -1 teng qancha bo'lishi kerak? 6 birlik mana javob 6 birlik men kelib chiqishi kerak, durustmi? Burada x salbisan qarim-qarshidan ijobisan +1 teng 6. Demak, x teng qanaqasini 1 ni qo'shsak 6, albatta 5 ga. Demak, B chekitning koordinatasi 5 ga teng. Bu birinchi jag'day. Ikkinchi jag'dayni qarashtiraylik bu shu hisobga. Ikkinchi jag'day. İkinci jag'dayda bizda aksincha bo'lsin deylik.
A çekti oң tarafta koordinatası minus 1, B çekti sol tarafta koordinatası x, uzunluğu 6 birlik. Uçağın bakımız minus 1'den oң taraf çektin almaz, sol taraf çektin almaz, x'ni ten 6 birlikке. Şurada B'den endi x'ten minus 1'den almaz qancha 6 ne? X'ten salbiy salı özarı qo'shuvli salbiy bo'lib qolaverdi minus 7. Şurada javobiy B chekning koordinatasi minus 7. İki turk жағдайны qarshi turamiz. Agar shu chekit o'ng tarafda bo'lsa, agar shu chekit sol tarafda bo'lsa. Shuning bilan hurmatli bolalar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Ders bo'yicha qanaqdir bir tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qo'ysangiz bo'ladi. Barlarga diqqatingizga ko'pdan ko'p rahmat.